Assalomu alaykum aziz obunachilar va kuzatuvchilar. Mana bugun biz sherigimiz Ubaydullayev Ziyodulla va men Mamajon Sherzod birgalikda hamkorligida ushbu loyihani ishlab chiqdik. Demak, bu loyihamizdan asosiy maqsad bizni bu proyektlarimizda, ya'ni uy quriladigan proyektlarimizda asosiy maqsad, demak, har bir xo'jalik, uy qurmoqchi bo'lgan inson rejali uy qursa, demak o'sha rejali uyda ham kam xarajatli bo'ladi, ham unga isitish tizimlari, uni o'sha to bitgungacha bo'lgan xarajatlarni kamligi imoratni tezroq bitishiga va ularda demak yashab turgan insonlarga qulayliklar yaratish maqsadida ushbu loyihani biz boshladik. Demak, bizning asosiy maqsadimiz, bilamizki, oldinlari rejasiz qurilayotgan turgan uylar hisobiga keyinchalik ularni buzish yoki qaytadan uni rekonstruksiya qilish jarayoni qimmatga tushishini hisoblab chiqib, biz o'sha umumiy reja qilib har bitta o'sha uy qurmoqchi bo'lgan insonlarga individual yondashgan holatda proyektlar qilamiz. Aynan shu proyekt mana hozir sherigimiz Ubaydullajon beradi, yoritib beradi. Avvalambor hammaga bugungi loyihamizni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, 13 metrga 11-10 metr hisoblanadi. Ya'ni umumiy kvadrati 144 metr kvadratni tashkil etadi. Loyihamizni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, bu yerdan kirganimizda, eshikdan kirganimizda o'ng tarafda mehmonxona 3,5 metrga 5 metr. Undan keyingi xonamiz bolalar yotoqxonasi 3,5 metrga 5 metr. Undan keyingi xonamiz yordamchi xona 3,5 metrga 2 metrli xona tashlab ketganmiz. Bu yordamchi xona hisoblanadi. Keyingi xonamiz kattalar yotoqxonasi. Bu yotoqxonani o'zini ichida sanuzeli bor, qulaylik yaratish maqsadida. Bu esa общий sanuzel hisoblanadi. Bu yerda esa eshikdan kirganimizda o'ng tomonda oshxona hisoblanadi. Bu loyihani chizishimizdan maqsad, ya'ni xalqimizga qulaylik yaratish maqsadida, ya'ni 144 metr kvadrat joyga shuncha xonani joyladik. Ya'ni bundan asosiy maqsad qulaylik yaratish, kam xarajat va ko'p ortiqcha xarajatlarni oldini olish hisoblanadi. Hozir bitta xonani kesimida Sherzod akam qolgan materiallarni hisoblab. Mana hozir biz bitta xona kesimida umumiy hozir qurilish materiallarini sizlarga ozgina tushuncha berib o'tganmiz. Demak, umumiy bitta xonani agar nazar tashlaydigan bo'lsak, padrushkani biz bilamiz. Ba'zilarda 0.30 ga 0.70, ba'zi paytda 0.40 ga 0.70 holatda razmer qilinadi. Bundan keyingi ikkinchi padrushkamiz ustiga qo'yiladigan betonimiz, demak 0.40 ga 0.50 razmerda quyiladi. Yana bir qurilishdagi xatoliklarni aytib ketadigan bo'lsam, demak ko'pchilik turpoq to'polgandan keyin uni trambovka qilib, keyin ustiga beton quyishni oladi, lekin asosan xato hisoblanadi. Sababi chunki trambovka qilinganda u aytgandek zinchlik ortmaydi. Undan ko'ra o'sha o'zini holatida, demak yerda holatida, tekis holatida, jicha balandpasini hisobga olgan holatda unga kuygan afzal deb bilamiz. Xo'p, demak betonni padrushkasidan hisoblaydigan bo'lsak, beton bilan padrushkani umumiy hisobda biz demak 7,5 kuba beton ketadi. Umumiy olib qaraganda, demak 302 metr o'nturlik armatura ishlatamiz. Demak, padrushkasiga 3 qator, demak tepadagi ikkinchi suli betoniga 4 qator o'sha karkasli armatura tashlanadi. Va umumiy g'ishtda agar biz e'tibor beradigan bo'lsak, bunda narsa e'tibor berasizlar. 4 tomonni hisobga olgan holatda g'ishtni hisoblaydigan bo'lsak, 9110 ta g'isht ketadi. O'zimizda o'sha 12,6 25lik standart g'ishtimizda. Va agar binoga umumiy hisoblaydigan bo'lsangiz, bu ixcham bo'lganlik hisobiga eng kam holatda o'sha beton va o'sha g'isht, mana o'sha deraza eshiklarni chiqarib olgan holatda hisoblaydigan bo'lsak, ham hamyonbop, ham demak qulay bir proyektni ko'rishingiz mumkin. Demak, bularni xuddi shunga o'xshagan bir qandaydir loyihalar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni siz uyingiz qurmoqchi bo'lsangiz, biz har bir mijoz uchun alohida o'sha xohishidan kelib chiqqan holatda, uyini holatiga kelib chiqqan holatda, individual yondashgan holatda unga biz alohida proyekt qilib, to o'sha bitgangacha bo'lgan materiallarni hisoblab beramiz. Pastdagi o'sha havolaga kirsangiz, demak nomerlarni biz yozib qo'yganmiz, aloqaga chiqishingiz mumkin va bizni kuzatib boring. Keyingi sonlarimizda yana bundan tashqari boshqa holatdagi demak proyektlarimizni ham ko'rib kuzatib borishingiz mumkin va sizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Hammaga rahmat. Hammaga